Assalomu alaykum hammaga. O'sha internetda kundan kunga mashhur bo'layotgan Qoraqish soyiga yetib keldik. Havoni so'z bilan ifodalab bo'lmaydi. Yangi ko'prik ekan, eski ko'prik buzib tashalgan, bitta ko'prik bo'lgan oldin. Suv ustidan yuradi, mashinada o'tsa bo'lardi oldin. Hozir ham ko'prik tushgandan keyin bu yoqni buzib tashashgan ekan. Havoni atmosferasiga umuman gap so'z bo'lishi mumkin emas lekin qolalar juda ham zo'r joy egallab olishgan. Mana bu yerdan yurib kelasizlar. Suv juda muzeylik ekan. Kislorodni shaharda kislorodni galadaniya bo'yashdi, lekin bu yerda o'pkani to'ldirib nafas olsa bo'ladigan joy. Tavsiya qilib qolaman, lekin yo'l juda qiyinchilik ekan yo'l. Yo'l azobi, go'r azobi deyishadi. Juda qiyin ekan yetib kelish. Mashinada kelsa bo'ladi lekin. Kelinglar, sayohat qilinglar, aylaninglar. Kelganinglarga arziydi lekin. Hammaga rahmat.